Dunyoni o'zgartirmoqchimisiz? Unda o'zgarishni eng avvalo o'zingizdan boshlang. Bir xillikdan zerikdingizmi? Unda albatta bizning mana shu suhbatimizni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Saodatxon, yaxshimisiz? Xo'sh, Marg'ilonda hayot qanaqa ketyapti? Juda ham zo'r, Allohga shukr. Yaxshi, hamma yoqda. Hamma yoq yaxshi. Lekin kayfiyatingiz menga yoqmayapti. Shunchalik bir statusdagi ayolga o'xshamayapsiz. Keling, o'zingiz statusingizni e'lon qiling. Xo'sh, ayni damda Green Leaf'da Saodatxon Dadajonova Direktor 2 yulduz salkam, 2 yulduz salkam bir qadam qoldi 3 yulduz bo'lishingizga. Agarda men shunaqangi yulduz bo'lsam, men har doim tabassumda yurgan bo'lardim. Jizimizga shukr bizga. Chunki bilasizmi, har doim mana shu kayfiyatimiz atrofimizdagi insonlarga ham ta'sir qiladi, ishimizga ham va bizni har bitta hujayramizga ham ta'sir qiladi. To'g'rimi yoki yo'qmi? To'g'ri. Bizga ustozimiz Dilbarxon Usmonova juda ham har safar ta'kidlaydilar. Qancha statusga chiqsangiz ham iltimos boshlangan korona kiymanglar, oyog'ingiz yerdan uzilmasin deb. Shuning uchun Muhabbat opa, balkim biz shunaqa spokойный yursak kerak deb o'ylayman. Bir xilga insonlar ham aytadi, sizlar shuncha daromad olasizlar, shuncha qilasizlar, hay qilib ovoz aqamaysizlar deydi. Biz shunga ko'nikkanmiz, ustozimizni ta'limi bilan shunaqa bosib bo'lib yuramiz. Men bu Green Leaf korporatsiyasiga kirganimdan beri o'zimni sevishdi, o'zim uchun yashashdi, oilam baxtli, eng baxtli ayol bo'lib butun dunyo kezishdi. Hamma narsani shu Green Leaf'dan o'rgandim. Demak, chevarchilik. Necha yillardan beri shu bitta sexim bor edi, seximda 10 ta ayolni o'zim ish boshqaruvchi bo'lib yurg'izardim. Endi bilasiz, traditsion biznes bilan bizni biznesimiz, hozirgi Green Leaf biznesini farqi juda ham katta, yer bilan osmoncha. Men bu biznesga kelib haqiqatdan ham 2000 gradusga o'zgardim. Birinchi o'rinda o'zimni ayolligimni his qildim, onaligimni his qildim. Qanaqa nima deydi, buvaligimni his qildim. Haqiqatdan ham opa-singillarimga, hamma insonga ham kayfiyati zo'r bo'lsa, a'lo bo'lsa, birinchi o'rinda qanaqadir moddiy tomondan yaxshi, kimlargadir yordamingiz desa hammaga yoqasiz. Shuning uchun men o'zimni hozir juda ham baxtli ayol deb hisoblayman. Umuman armoningiz yo'q? Yo'q. Allohga shukr, men 30 yil, 40 yil orzu qilgan narsamga 3 yilda erishdim. Har qanaqangi orzu maqsadimiz, orzuchi qolib ketmadi. 3 yilda ichida juda ham katta natijalarga erishdim. Xo'sh, endi Green Leaf'ga kirib kelish jarayonida har bir mana shu liderimizni, direktorimizni o'zining bir hikoyasi bor-da. To'g'ri. Saodatxon Dadajonovaning o'zining hikoyasi bormi? Oldingi hayotimizda biz haqiqatdan ham bir xillikda yashagan ekanmiz. Juda ham, nima deydi, yopiq doirada yashagan ekanmiz. Men uy bekasiman, chevarman, zo'r, chiroyli daromad olardim. Baribir erimga mana chet elga olib borib keling, menga inomarka olib bering, yo manaqa hovli olib bering deyishim uchun to'g'ri kelmasdi-da. Endi ustozimiz Dilbarxon Usmonova bilan men bu biznesdan oldin ko'rishgan edim, tanishgan edim. Menga Green Leaf'ni tushuntirib berdilar. Men miyamda nima dedim, o'sha zahoti. Siz yaxshi narsani o'ylasangiz ham, yomon narsani o'ylasangiz ham Alloh yo'l berar ekan. O'sha zahoti men o'zim onamdan qolgan oxirgi tilloyimni sotib bu biznesni boshladim. Alloh shu oxirgi onamdan qolgan tilloyim yaxshilikka bo'lsin. Ilohim ko'p insonlarga manfaatli bo'lsin dedim. Bo'ldi. Boshqa hech narsani Allohga ishondim, ustozga ishondim. Bu Green Leaf'da biz hattoki mahsulotini ham ko'rmay, marketingni ham to'liq tushunmay, ustoz aytdilarmi, bo'ldi, boshlash kerak deb o'ylab, sraz boshladik.
Allohga shukr, boshida baribir bilasiz, har bir narsada ozgina bo'lsa ham qiyinchiliklar bo'ladi. Bu bo'lib turadigan holat, ammo hech narsaga e'tibor bermadim. Qilishim kerak. Nima bo'lsa ham bu biznesda zo'r bo'lishim kerak. Men hammaga aytadigan bitta maqolim bor. Bu sen zo'ri bo'l. Ali ko'zda achitib tutama. Yonsang yon. Endi tutab yurmagin deyman-da. Tutamaslik kerak inson hayotda. Bo'lsa bo'lsin, bo'lmasa yo'q bo'lsin. Ana. Har bitta biznesda ushlasam oxirigacha borganman. Shuning uchun men hammaga aytaman, o'zing uyda o'tirgan ayol kishi bo'lsang ham, kelajakda O'zbekistondan ham pensiya olish imkoniyati bor. Davlatda ishida ishlamagan inson ham staj yuritishi mumkin. Soliq, nalog, hamma narsani to'lab biz bemalol reklama qilish imkoniyatiga egamiz. Reklama qilish mumkin, do'kondorchilik qilish mumkin, iste'molchilik qilish mumkin. Endi meni birinchi xohishim, missiyam o'zbek ayollari Rossiyaga borib, Turkiyaga borib ishlamasin. O'zini oilasida, o'zini oilasining bag'rida, farzandlarining bag'rida. Juda ham ko'p insonlarni shu vodiy komandamiz orqali chetga chiqib ishlashini oldini olyapmiz. Aytishadiki, psixologlar umuman pulni chaqirishni o'zini yo'li bor deyishadi-da. Lekin bizda tarbiya boshqacha Greenleaf'da. Ustozimiz Dilbar xonim Usmonova aytadilarki, 4 yulduzli xonimimiz pulni chaqirish emas, pulni kelishi uchun siz o'zingiz psixologik holatda tayyor bo'lishingiz kerak. Nima degani bu? Ustozimiz aytgandek, biz qancha summaga tayyor bo'lsak, Alloh shuni berar ekan. Ming xohlaganimiz bilan miyamiz tayyor bo'lmasa, hech qachon o'sha summa kelmas ekan. Hozir uchala o'g'lim ham, ikkita kelinim ham, xo'jayinim ham shu Greenleaf'da ichida. Xo'jayiningiz ham. Xo'sh, ana endi bekitmasdan xo'jayinim deganingizdan keyin endi savolim bor. Birinchi negativchilarimiz bari xo'jayinlarimizda. Qo'ysang shu ishingni deydigan birinchi o'sha insonlar, to'g'rimi? Shunaqa deyishdimi yo'qmi? Men o'zimga distansiya saqlab turib, bu biznesga kiryapti xo'jayinimdan so'ramaganman. Xo'jayinim yaxshi insonlar, yo'q demagan bo'lardilar. Baribir o'yladimda o'xshamaydi. Allohga tavakkal. O'xshasa aytaman. O'xshamasa bo'ldi. Yopig'liq qozon, yopig'liqcha qolaveradi. Qolganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Endi o'sha holatimda kundan kunga daromadim chiqyapti, ko'payapti, chiroyli bo'lyapman, mahsulotlarni uyga borib qo'yyapman, xo'jayinim hayron bu chiroyli narsalar qayerdan keldi. Endi keyin yo'q, majbur bo'lib o'tkazib, men tushuntirdim. Dadasi, shunaqa men bitta qo'shimcha biznes boshladim. Qanaqa biznes ekan dedilar, shunaqa juda chiroyli qilib tushuntirib berdim. Endi dedim, meni duo qiling. Men baribir bu biznesdan kecholmayman. Men yashab qo'ydim bir oy. Buni zo'rligini bildim. Endi boshqalarga ham ilinyapman. O'zimni opa-ukalarim, qaynisingillarim, urug'aymag'im hammaga ilinyapman deb ruxsat so'rab oldim. Yo'q, Allohga shukr duo qildilar. O'zlari ham 1,5 yilcha o'sha pensiyaga chiqish arafasi dedilar. 1,5 yilcha men o'zim harakatda bo'ldim. Keyin 1,5 yildan keyin pensiyaga chiqdilar-da. Ayasi menga ham nimadir ish topib bersang yaxshi bo'lardi. Uyda qolmay, uyda o'tirish bundaqa to'g'ri kelmaydi erkak kishiga dedilar. Sati do'kon ochib berdingiz? Yo'q, shopir qilib oldim. Shopir qilib oldim, chunki bilasiz biz to'xtab turing endi. Shopirga qancha oylik berasiz endi? Boshida kelishib oldik, $1000 oylik to'laysan dedilar. Men rozi bo'ldim, chunki oson emas. Endi baribir meni xursand bo'lgan tomonim, meni yonimda yuradilar. Ana shuni aytmoqchi edim. Qayerdasan, qachon kelasan, kim bilansan degan savol yo'q. Nima qilib yuribsan degan so'rov yo'q. Yo'q, juda. Chunki bittasi qozondasizlar. Farzandlarim ko'zim oldimda. Hammamiz bittada. Demak, Greenleaf bu oilaviy biznes. Bu haqiqat. Hamma liderlarni bilasiz, yulduzlarni ham bilasiz, hamma oilaviy bu joyda. Yaxshi tomoni ham shu. Lekin yana bitta tomoni bor-da, Saodatxon. Suhbatimizni eshitayotganlar endi hamma zo'r gaplarni gapirishyapti, havas keladigan gaplarni gapirishyapti deydi, lekin bu darajaga yetishni o'zi ham emas. Oho, Marg'ilonliklar men juda yaxshi bilaman, butun O'zbekistonni viloyatlarini. Shunaqangi ular ham gapga chaqqon, ham ishga chaqqon, hamma tomonlama aqllari ham chaqqon odamlarda. Ularga yangilikni hazm qildirish juda ham qiyin. Atrofingizda negativchilar ham bo'ldimi?
bo'ldi. Va hozirga qadar davom etayotgandi. Bor, Muhabbat opa bor. Ko'rib turib ham tan olmayotganlar bor-da. Hayotda haligi ikki xil toifali insonlar bor. Ko'rib turib ishonmaydiganlar bor. Tan olmaydigan. Ko'rmay turib ham ishonadigan insonlar bor. Men ko'rmay turib ham ishondim. Birinchi kundan yonganman. Bu Greenleaf'ni o'tini eshitib yonganman. Men ularga e'tibor bermayman ham, e'tibor berishni xohlamayman ham. Chunki negativni eshitsangiz, negativni ichiga kirib ketasiz. To'g'ri. Shuning uchun o'sha negativlarni ham pozitivga aylantirishga harakat qilamiz. Hamma narsada natijangiz bo'lsa, insonlar to'g'ri qabul qilar ekan. Albatta. Marg'ilonda men normalniy natijaga chiqquncha tek qo'ydim. Komanda yaratmadim. Namangonda, Andijonda, Toshkentda, Xorazm, Buxoro bu voha tomonda yaratib bo'lib, chiroyli natijaga chiqqanimdan keyin Farg'ona Marg'ilonda oldim. Juda boshqacha taktika bilan ishlagan ekansiz. Qarang, bizni yaqinlarimiz bizni natijaga chiqishimizni kutar ekan. Albatta. Mani opa-ukam ham birinchi kuni hamkor bo'lgan, faqat sen ishlab turaver, seni natijani ko'raylik deb tomosha qilib turishdi. Agar bunga bir narsa bo'lsa, demak bo'ladi. Demak bo'lmasa bizda ham bo'lmaydi. Bu yog'i o'zbekchilik. To'g'ri. Keyin 4 yildan keyin o'zlari yana qaytalatdan bizni ham o'rgat, biz ham qilaylik. Men aytdim ularga, siz tepada tushgansiz, kerakli joyida o'sha paytda. Hozir pastdan liderlar chiqib bo'lgan, direktor bir ular tepaga chiqyapti. Endi sizni joyingiz men uchun hozir muhim emas. Pasimdagi shogirdimni pasi muhim dedim. Siz xohlasangiz dedim, men shogirdim pasiga kelasiz dedim. Hozirgi kunda ikkita opam menejer endi statusiga chiqishdi. Qarang, mayli, hechdan ko'ra kech. Kech, albatta. Hozir ular oilaviy, o'g'illari, qizlari, kelinlari hammasini o'sha joy-joyiga joylab, qadamma-qadam ketishyapti. Bir yilda 3 tadan chet el sayohatini yutishdi. Yashang. Bizda aytamizki, yana bitta sirimiz bor. Mahsulotni tili bo'lib gapir deydi-da. To'ppa-to'g'ri. Biz yangi kirgan paytimizda mahsulotlarimiz bo'lmagan. 2 yildan keyin, qonuniy bo'lgandan keyin kirib kelgan. Men ungacha nimani o'yladim? Men yangi hamkor bo'lganman, bir hafta bo'lgan. Bu mahsulotni ishlatib ko'rmasam, men qanaqa qilib yo'q narsani birovga gapiraman? Bu qiyin vaziyat. Bu mahsulotni magazini qayerda bor? Shunday internetdan tutdim, O'rozgul Pamparxonova, qirg'izistonlik ustozimiz O'sh shahrida bor ekan. Bitta o'g'limni oldimda, to'g'ri o'sha lokatsiya bo'yicha O'sh shahriga, Qirg'izistonga topib bordim. Hamma narsadan 4 ta donadan oldim. Ustozga 1 ta donadan, bitta donadan o'zim oilamga, ikkitasi komanda uchun. Ko'rsatish uchun, reklamaga. Men ishlatmasam nimani gapiralaman? Olib kelgan zohotim birinchi o'rinda zubniy pasta, zubniy shotka, qo'l zubniy pastamiz вообще yo'qdi. Chunki meni og'iz bo'shlig'imda ozgina problemam stomatit ko'p topshirdi. Bu nimadanligini tushunmasdim. Faqatgina meni almashtirganim zubniy pastam, zubniy shotkam bo'ldi. Bir haftada уже zo'r natijani bildim. Eng zo'ri kir parashogidan qizimda allergiya bor edi. Bir kunda kechasi kiyib yotadigan futbolkasi bilan shortigini shunday yuvib kiygizib yotqizganimda ertalabgacha allergiyasi yo'q bo'lgan. Hamma narsani, ayollarning ichki kiyimlarini oldim, detskiy zubniy pastalarni oldim, tualetniy bumagalarni blok oldim. Hamma narsani olib keldim, ishlatib ko'rdim. Keyin mahsulotni tili bo'lib men gapirib berdim. Chunki ishlatdim-da. Ishlatmagan inson gapira olmaydi. Albatta. Maza qilaman. Bu mahsulotlarni birinchi yangilik O'zbekistonga nima kirib kelsa, meni uyimda bo'ladi. Ichish kerakmi, surkash kerakmi, tutish kerakmi, kremimi, atirimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar birinchi o'zim ishlatib ko'raman, keyin mazza qilib gapiraman. Bir milliarder odam o'zingiz bilasiz, Trump. Mana shu tarmoqli marketingni boshida turadi. U savol berishgan ekanda,
siz aytaylik umuman hayotingizda hamma narsangizni yo'qotib qo'ydingiz va siz nol qiymatga ega bo'lgan barcha biznesdasiz. Tamom. Nol hamma qiymatingiz. Hech narsangiz yo'q. Nima qilardingiz desa? Yana ishonda tarmoqli marketingni boshlardim. boshlardim degan ekan. Sababi nimada? Endi tarmoqli marketingda komandangizni yaratib olsangiz, u komandani ham o'zini pastdagi komandalarini chiroyli joy-joyiga reja plan bilan qilib beradigan bo'lsangiz, bir umr tarmoqli marketing boqishi mumkin. Bu tarmoqli marketingda passivniy dohod bor. Siz ishlaysiz boshida jon kuydirib, xuddi bizdaqa kerak bo'lsa 24 soatlab shu ishni sevib ishlaysiz, lekin kichkina daromadga katta natijaga chiqasiz. Men hammaga aytaman, juda ham kichkina sarmoya bilan katta natija olsa bo'ladi. Mizer pulga katta daromad olsa bo'ladi. Buning uchun agar men ustoz bo'lsam, shogirdim yangi keldimi, men 100% xohlaganim bekor. Shogirdim o'zi 100% xohlasin. Yashang. Shundagina chiqalamiz. Keling, ota-onangizni mana qisqa gapirib, qaynotangizni duosini olganligingiz haqida ham gapiring. Chunki baribir duoda gap ko'p. To'g'ri. Men 17 yoshda turmushga chiqqanman, 18 yoshda bolali bo'lganman. Hali o'qimasdan yoshgina berishgan, boshidan o'sha men rosa ham qaynotamni yaxshi ko'rib mehr berganman. Chunki men dadam yoshligimda o'tib ketganlar, dada ko'rganman-da u joyda. Duolarni rosa ko'p oldim. Qaynonam rahmatli 74 ga kirib o'tdilar. Shuni juda ham chiroyli duolarni oldim. Ilohim bolalaringiz rohatda ko'ring. Bir umr siz rohatda yashang deb rosa duo qilishga xursandman. Endi qarangki, vaziyatni ota-onam ham o'tib ketishgan, qaynotam ham o'tib ketishdi. Bularning duosi bilan men shunchalik rivojlanib, shu joyda turganim uchun ham birinchi o'rinda xo'jayinim opalari, meni qaynsinglim bo'lalar, qaynabuvim o'rnalariga chiroyli qilib qadr kechasiga o'tgan yili umralarga xo'jayinim oiladan 4 ta 5 talari qilib, ularni jo'natdim. Qaynonam o'rnalari uchun siz ona o'rnida onasiz deb. Endi mana 1 oy bo'ldi o'zimni urug'larim tomonidan yana 8 kishi ehson tariqasida o'zim olib borib keldim umraga. Allohga shukr, bitta onamni, bitta qaynonamni olib borishni orzu qilgan bo'lsam, kerak bo'lsa 8 talab, 10 talab o'sha ulardan qolgan zurriyotlarni olib borishga nasib bo'lib turibdi. Allohga shukr, bu safar mana hozir 2 ta opamni olib ketyapman. Yashang. Mana keling, endi hozir bo'lmasa bitta master klass bo'lsin, endi Saodat Dadajonovadan, maylimi? Mana mahsulotlarimizni turli xili bor. Qani bittasini menga sotingchi. Marhamat. Joningizga shukr. Faqat opajon, Labbay. biz ayol kishimiz. Sochingiz nima deydi? Shunaqa ishib, chiroyli pushti bo'lib tursa, yopishib qolmasa, yog'lanmasa, bu juda ham meni eng sevgan shampunim. Juda ham yaxshi ko'raman, chunki men buni ishlatganman. Hammaga tavsiya qilaman, aynan ro'molsiz yuradigan ayollar uchun bu. Endi bu universal. Xohlasangiz yog'li sochingiz, xohlasangiz yog'siz sochingizga buni tutishingiz mumkin. Bu oila uchun tanlanmaydi. Yog'ligida, yog'sizida yoki kepay bosadi nima. Bizda har bitta shampunimiz kepayni oldini oladi. Bilasiz, qayzg'oqni oldini oladi. Masalan, men endi hozir hechchalik tajribam yo'q, lekin men boshqacha bilan agar qilsam, marhamatlar aytib berasiz. Saodatxon, sizga mana shu bosh yuvish vositasi shampun kerakmi? Kerak. Nima uchun? Boshingizda qanaqangiz bormi? Yo'q, faqat mana sochim unda aynan bu siz uchun. Chunki bu uchdan o'zida birlashtirilgan shampunimiz. Bilasizmi nima? Sochingizni ketkazadi. Ham sochingizni balnisi, ya'ni doimo harakatdagi to'lqinlanib turadigan qiladi. Bundan tashqari yaxshi bor. Bayozga xususiyatini aytib ketishim mumkin. Bu sochingizni qoraytirib xususiyatiga ega. Qo'shilasizmi gapimga? Qo'shilaman. Sizga kerak ekanmi bu? Unda oling, nima o'ylab turibsiz? Voy, bunga chiqarkanmi yo'qmi?
oilaga kirsangiz har bitta narsa hattoki biz Shanxayga borganimizda ularning ishchalarigacha chaqaloqlarga tuskalarigacha qarang hamma narsasini olib keldim oilaga qildim ayollarni shuni endi o'sha chiroyli bo'lib yurishni xohlaymiz chunki tanlaganlarimiz ko'p har bitta tanlaganingizda chiqib ko'rishingizni ham chiroyli bo'lib go'zal bo'lib yurasiz hozir o'zi judayam chiroylisiz Kollagenni men foydalanishni boshladim. Shuning uchun ham men hozirgi paytda mana shu inyeksiyalardan qochyapman va muolajalardan tabiiy yo'lga o'tyapman hozir. Kelganimdan beri men to'g'ri aytaman, umuman kosmetologga bormadim. Ehtiyoj qolmas ekan. Va eng sizga yana bitta suyunchi sifatida aytadiganim, bu yil birinchi marotaba uyimda apteka bo'lmadi. Allohga shukr. Va bu yil birinchi marotaba qishda biz butun boshli oilamiz bilan kapelnisalarsiz, tomchimalarsiz va vrachlarni skorilarni kelishi bizga to'xtatadi. Shuning uchun hammasi sevaman Greenleaf'ni va nima uchun kirdingiz deb menga savol bermoqchi bo'lsangiz, mahsulotni sevib qoldim. Va eng asosiysi, mana shu mahsulotni sevganim uchun ham xalqimiz shundan foydalansin deyapman. Va rostdan ham yakka tartibdagi o'zim faoliyatimni biznesda men ham sinab ko'rmoqchiman. Qarang endi, qo'shimcha biznes, bu qo'shimcha biznes hech kimga xalaqit bermagan. Chunki meni ham bu yorug' olamda juda katta orzularim bor. Orzularimdan bittasi aytsa bo'ladi. Masalan, o'zim shaxsiy televideniya bo'lishni xohlayman. Voy, joningizga shukr. Allohga oson. Allohga oson bu narsa. Biz xalqimizga va bizni aynan kuzatadiganlar auditoriyasi, endi meni auditoriyam odatda ziyolilar auditoriyasi, lekin men oddiy insonlarni ham jalb qilmoqchiman. Bugun hayotidan zerikkan, bugun hayotidan har qanaqangi yo'llarga kirib qolib, tupikka borib taqalib qolgan, hayotdan juda charchagan 20 yosh, 18 yosh, hattoki kelinlarimiz bor. To'g'ri. Men shularga aytgan bo'lardim. Aynan men Greenleaf'ni sizlar uchun tanladim, azizlarim. Kelinglar. Mana shularni hammasini o'zim boshimdan kechirib, shu narsalarning guvohi bo'lganligim uchun ham sizlarga ilinyapman bugun. Endi men o yoshlarimizga kelsak, men hammaga aytgan bo'lardim. Marhamat, keling, juda katta motivatsiya bering. Juda ham xohlardim. Har bitta yoshlarimiz aynan biz yoshimizga kelganda harakat qilmasin, hozirdan harakat qilsin. O'zbekistonda hayot zo'r. Juda ham zo'r. Faqat uning uchun atrofga qarashsin. insonlar qanaqa yashashyapti. Kimlar aynan bizni hayotimizga ham qiziqishsin, kirishsin, bemalol. Qachonki dunyo biz bilan hozir qiziqadi. Hozir bir gap chiqdi, bilasizmi? Post dunyo o'zbek kelayotir deydi. Ana, ko'rdingizmi? Mana biz Shanxayga borganimizda ham 10 mingta auditoriya Dilbar Usmonovani biz o'zbek komandasini o'rnidan turib qarsak olib kutib oldi. Qarang, butun dunyo o'zbekni kutib oldi. Yashiringan qobiliyat ko'p ekanda biz ayollarda, o'zbek ayollarda. Shuni hammada ham borda bu qobiliyat. Aynan meni peshonamga "Sen zo'rsan, sen bo'lasan" deb yozib qo'ymagan. Harakat o'zimizda. Ular ham harakat qilishsin, bizga chiqishsin, bemalol aloqaga chiqsin, biz o'rgatamiz. 100% qo'shilaman gapingizga, chunki hech bir inson peshonasiga bu kambag'al bo'lib o'tadi dunyodan, bu o'rtacha yashab o'tadi, bu milliarder bo'ladi degan gap yo'q ekan. Mana shu yiqilgan joyingizdan turib ketsangiz, mana shu joydan millionerlik boshlanishi mumkin ekan. Agar deydi, seni oilangdagi faqirlik deydi, hammaga ta'sir qilgan bo'lsin, aynan senga ta'sir qilmagan bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib deganda, chunki millionerlik sendan boshlanishi mumkin. Qarang, bu juda katta motivatsiyalar bular. Azizlar, mana bir necha darslarimiz orqali motivatsiya berib boryapmiz. Oddiy o'zbek ayollarini bugungi kunda dunyo sari yuz tutganligini, ular qanday qilib Greenleaf korporatsiyasiga kelib qolib, bugungi kunda mana shunday bir statuslarga ko'tarilganligi va bugungi kundagi qahramonimiz Saodatxonim Dadajonovani aynan 25 mingta ishchilari bugun yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini yuritishi, bu O'zbekistonga juda katta gap. Juda katta yutuq bu. Sizga ming rahmat. Dasturimiz so'ngida aytadigan ko'zingizga yosh aylandi. Eng bir qalbingiz tubidagi yotgan gapni gapiring, marhamat. Bizni komandamizga, biz orqamizdan kelgan shogirdlarimiz boshida
tushkun holatda keladi. 1 yildan keyin yig'lab duo qilishadi. Haqiqatdan ham bu joyda o'sha inson o'zini topadi. O'zini topgan insongina yurakdan his qilib yig'lab duo qilishadi. Shunga aytamanki, Allohim shunaqangi xayrli ishga bizni rizqimizni qo'shganingga shukr. Bizni safimizga kirishsin, ular ham duo olish imkoniyati, huquqi turibdi. Faqatgina bir marta bo'lsa ham eshitib ko'rishsin. Eshitmagan insonlarimiz juda ko'p. Aynan mana sizni auditoriyangizda ham juda ko'p insonlar bor. Shular orqali iltimos qilardim. Hamma Green Lift ichida bo'lsin. Bizga o'xshab mazza qilib chet el sayohatlarida, shunaqangi katta yutuqlarda birgalikda yurishlik nasib qilsin ilohim. Azizlar, bugungi suhbatimizni esa o'zim yaxshi ko'rgan Jaloliddin Rumiy hazratlarining ushbu so'zlari bilan yakunlashni chin dilimdan niyat qildim. Barchaning yuzi Ka'baga o'girilgan. Ka'bani olib qo'ysang ma'lum bo'ladiganki, insonlar bir-birining qalbiga sig'inar ekan. Ilohim, bir-birimizga sig'inguvchi, talpinguvchi va topinguvchi qalblarimiz hech qachon dard, g'am, alam ko'rmasin. Ilohim, bir marta inson uchun beriladigan bu yorug' olamda hammamiz uchun chin ma'noda saodatli kunlarni kechirish va o'zimizdan keyin yaxshi izlarni qoldirish nasib etsin deymiz. Demak, Green Liftdagi keyingi hikoyamizni kuting azizlar. Vidolashguncha.